Selam dostlar, şaharımız boyunca seyahatimizni devam etamiz. Bugün biz Gorki uramında. Gorki uramı Qozonning tarixiy o'zagida o'rnashgan uram. Galaksionov, Zhukovskiy, Gogol, Mushtariy ham Tolstoy uramlari bilan kesishadi. Bu uramda Kekin yurti, Maksim Gorkiy muzeyi, Karim Tinchurin ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatri, Musa Jalilning muzey xotira, Litskoy bog'chasi, Gavril Державин haykali ham Baratinskiy muzeyi o'rnashgan. Bu uramda o'rnashgan muzeylarning ko'pisi turida biz sizga siyladik endi. Gavril Державин Rossiyadagi birinchi yustitsiya ministri bo'lgan. Bu haykal endi 1847-yilda boshqalamizda qo'yilgan bo'lar. Fatir muzeyi bo'yicha sayohatimizni Musa Jalilning ish bo'lmasidan boshlaymiz. Bu bo'lmada hech qana tongga qadar u tushunmagan. Bu ustal ortida o'tirib, shoir ijod etgan. Muzeyda Karim Tinchurinning shaxsiy ayblari saqlanadi. Ularni yozuvchining xotini Zahida Tinchurinni saqlab qolgan. Muzeyda dramaturgning doklad komediyasining tüp nusxasida saqlanadi. U g'arab grafikasi bilan yozilgan. Gorki urami 13-yil. Birida 1930-54-yillarda kompozitor Salih Saidashov yashagan. Gorki urami 17-yil. Bu yurtda turli yillarda SSRning xalq artisti Halil Abjalilov, Sovetlar Soyuzi giroyi shoir Musa Jalil, Tataristonning xalq artisti Fatima Ilskaya, opera ijrochisi Munira Bulatova yashagan. 1898-yildan Pavel bir farmoni bo'yicha bu uram Litskoy ismini yurtadi. Ne ishini ekanini ozamat sizga siylagan edi endi. Qozon o'zagida general-mayor Aleksey Petrovich Letskiyning yurti bo'lar. Ham ul hozirgi Gogol ham Gorki uramlari kesishgan o'rinda turgan. Ham naq shol yerda 1798-yilda imperator Pavel I to'xtala. 1923-49-yillarda uram Aleksey Galaksionov ismini yurtadi. 1949-yilda Gorki ismi beriladi. Gorki urami 10-yil. 1886-87-yillarda bu yurtda bo'lajak yozuvchi Maksim Gorkiy ishlagan. Hozir anda muzey. Do'stlar, biz sizga bu muzey turida siylagan edik endi. Naq mana shu pekarnida 1886-87-yillarda Maksim Gorkiy pishikchi yordamchisi bo'lib ishlagan. Kekin yurti Qozonning esdalik o'rinlarining birisi. Bu bino 1903-5-yillarda savdogar millioner Leonid Kekin zakazi bo'yicha tuzilgan. Oktyabr revolyutsiyasiga qadar bu yurtda fatirlarni arendalarga berganlar, turli gimnaziyalar, kibitlar o'rnashgan bo'lgan. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, tanilgan shaxslarimizni biligiz. Sog' bo'linglar.